Hammaga salom. Siz Nima Gap TV kanalini tomosha qilyapsiz. Kuni kecha hayvonlarning dahshatli janglari haqidagi videoni chiqarib, kommentariyaga davomi bor deb yozib qo'yganimga qaramasdan, ko'plab odamlardan ro'zaning kunida so'kinish va haqoratli so'zlarni qabul qilib oldim. Sababi ko'rinib turgan rasmga it bo'riga qarshi deb yozganim bo'ldi. Aynan shuning uchun ham davomi bor deb yozgandim. Xullas nima bo'lganda ham sabrli bo'laylik. Hozirgi dasturimizda bo'rini o'ldirishga qodir, ya'ni bo'ribosar 5 ta it parodasi haqida so'z boradi. Videoni boshlashdan avval hammangizni bizning yangi Nima Gap Show kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Chunki biz tez kunda o'zimiz anchadan beri rejalashtirib kelayotgan intervyu, ya'ni taniqli insonlar bilan suhbatning yangi turini boshlaymiz. Suhbatni yangi darajaga olib chiqamiz va YouTube'da birinchi bo'lib show boshlashga urinib ko'ramiz. Bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Kanal silkasi video ostida bo'ladi. Arman bo'ribosari yoki gampir. Bo'ribosarning bu turi bo'rilar ko'p bo'lgan yerlarda odamning eng yaqin yordamchisi va ishongan tog'i. Chunki arman bo'ribosari bo'ri bilan birga bir jangda ham yer tishlatishga qodir. Bu it turi juda kuchli va tezkor. Uning asosiy vazifasi yaylovda qo'y-qo'zilarni yirtqichlardan himoya qilishdir. Gampirlar aslida Kavkaz ovcharkasining bir turi hisoblanadi. Ular qanchalik dahshatli va kuchli bo'lishlariga qaramay, odamlar bilan tez til topisha oladi. Gampirlar anchagina katta, bo'yi 80 sm ga yetadi va vazni 80 kg atrofida bo'ladi. Gampir bo'ribosari egasini, ya'ni odamni hurmat qilgani bilan boshqa odamlarga o'zini xafa qildirib qo'ymaydi, ya'ni uni qo'rqitib bo'lmaydi. Odam va arman bo'ribosarining munosabatlari boshliq va ishchidan ko'ra ikki do'st muomalasiga o'xshaydi. Gampirlar kvartira sharoitida yalpayib yotib, kayf qilib yashaydigan itlar turiga kirmaydi. U tabiatdan jangchi, qo'rqmas va himoyachi. Irland bo'ribosari kuch va tezlikni uyg'unlashtirgan itlar oilasining haqiqiy giganti. Irland bo'ribosarini hayotida birinchi marta ko'rgan odam hayratini yashira olmaydi. Bunga sabab bo'ribosarning bahaybatligidir. Shunga qaramay itning bu turi doim yaxshi kayfiyatda va odam bilan tez til topisha oladi. Irland bo'ribosari egasiga yordami kerak bo'lganda haqiqiy jangchiga yoki o'tib bo'lmas himoyachiga aylanadi. Ulardan bo'rini tutishda foydalanibgina qolmay, ancha katta ayiqlarni qo'lga olishni ham ishonib topshirishgan. Xullas, Irland bo'ribosari ovchi itlar sarasiga kiradi. Bo'ribosardan hattoki harbiy topshiriqlarni bajarishda ham keng foydalanishgan. Irland bo'ribosarining bo'yi 75 sm dan oshadi, vazni esa 55-60 kg atrofida bo'ladi. Bunday itlar egalariga juda sodiq bo'lishgani uchun egasiga bir nima bo'lganda yoki egasi uni tashlab ketganda bo'ribosar qattiq qayg'uradi va o'lib qolishi ham mumkin. Kavkaz ovcharkasi hozirgi Kavkaz hududida paydo bo'lgan bo'ribosarning bir turi. Tabiatan sokin va tinchliksevar, lekin xavfni sezishi bilan umuman o'zgarib haqiqiy jangchiga aylanadi. Notanish odamlarga ishonmaydi. Aynan shuning uchun ham undan yaxshi qo'riqchi chiqadi. Uning asosiy vazifasi qo'ylar to'dasini bo'rilardan himoya qilishdir. Kavkaz ovcharkasi juda hushyor, kuchli va kerakli paytda jahldor. Haqiqiy Kavkaz ovcharkasi hech nimadan qo'rqmaydi. Bo'ri bilan birga bir vaziyatda janjalni o'zi birinchi bo'lib boshlaydi va bo'rini chavaqlab tashlaydi. Bo'ribosarning qo'rqmas xarakteri kichikligida ham ko'rinadi. Ana endi Kavkaz ovcharkasini boqmoqchi bo'lganlar diqqat qiling. Bo'ribosarning kuchukchasini tanlashda uni oldiga borib qattiq chapak chaling. Haqiqiy dovyurak Kavkaz ovcharkasi bunday shovqindan qo'rqmaydi. U yoki qiziqib yaqinlashadi yoki joyida qolib bee'tibor qoldiradi. Rus barzoi iti ovchi itlarning bir turi. Ularning boshqa itlardan eng asosiy ustunligi tezligi va kuchidir. Ko'proq tezligi desa ham bo'laveradi. Ular tezlikni 100 km/soatgacha yetkaza oladi. Odatiy yugurishda esa 60 km/soat tezlikda harakatlanadi. Barzoi bo'ribosarlar qo'rqmas, dovyurak va fikrlay oladigan bo'lganligi uchun bo'ri ovida ancha asqotadi. Bu paroda aynan tezligi uchun chatishtirish usuli bilan paydo qilingan. Barzoini ko'cha iti deb atash mumkin, chunki u tinch va osoyishta uyda yashay olmaydi. O'ljani ko'rishi bilan o'zining tezligini va agressiyasini namoyish etadi. U qanchalik tezkor bo'lmasin, o'ljalar orasidan eng sekin yuguradiganini tanlab ushlaydi. Do'stlar, mana shu video ostida 2000 ta like yig'ilishi bilan itlar va burgutlarning qanday qilib bo'ri ovlashi haqidagi videoni e'tiboringizga havola etaman.
Demak, bu sizga qiziq bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. O'rta Osiyo ovcharkasi yoki alabay O'rta Osiyo davlatlarida qadimdan ovda foydalanib kelinayotgan 1000 yildan oshiq tarixga ega bo'ribosar turi. Asrlar o'tib u faqat kuchli bo'lib bordi. Tezlikda ham unga teng keladiganini topish qiyin. Alabay bo'ribosar degan nomga boshqa itlardan ko'ra ko'proq munosibdir. 1000 yillar davomida alabayning asosiy raqibi bo'ri bo'lib kelgan. Uni boqishdan asosiy maqsad ham bo'rilardan himoyalanish bo'lgan. Ovchilar alabayni bo'ri ovlashda, ayiq yoki ho'kiz kabi katta hayvonlarni ushlashda va hattoki fil ovida ham keng foydalanishgan. Shuning uchun O'rta Osiyo ovcharkasini dunyodagi eng kuchli it turi deb atash mumkin. Shu bilan dasturimiz yakuniga yetdi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Ha yana, bizning Nima Gap Show kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Ham arzon, ham sifatli xizmatlar. Yap-yangi yengil avtomobillarda Qozog'iston chegarasiga chiqib kelib migratsiya kartasini yangilash. O'zbekistonning barcha viloyatlariga uyingiz eshigi ostigacha yuk va turli katta-kichik buyumlarni jo'natish. Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga yoki Toshkentdan Sankt-Peterburg va Moskva shaharlariga yengil avtomobillarda tez va arzon narxlarda yetib olish. Do'stlarimiz 10 yillik ish tajribasiga egalar va sifatiga kafolat berishadi.